o'rtoqlar, demak maskani berdim sizlarga. Maza qilib ishlatinglar. Haqiqatda bomba maska o'rtoqlar, shunaqa dahshat. Vashi men o'zim xursand bo'lib ketyapman. Shunaqa maska retsept berganimga sizlar uchun xursand bo'lib ketyapman. O'zim uchun xursandman, yaqinlarim uchun, chunki effekt вообще spirulinadan dahshat prosta. Keyin maska bo'yicha savol juda ham ko'p bergansizlar. Vitamin E ni o'rniga jajaba solsak bo'ladimi? Vitamin E ni solmasak nima solsak bo'ladi? Qayerdan olamiz? Nima qilamiz? Hammasi maskada ko'rsatilgan retsept bo'yicha qilinglar o'rtoqlar. Chunki men uni million xil narsa bilan sinab ko'rdim. Именно mana shu sostavda menga juda ham yoqdi. O'shaning uchun iloji boricha o'zgartirmanglar. Haftada 2 marta ishlatsanglar bo'ladi. Demak 15 minutdan va yana nima edi? Всё. Yog'li yuzda vitamin E qo'shmaysizlar. Yog'li muammoli yuzda vitamin E ni qo'shmaysizlar. O'tiring. Demak, quruq yuzda vitamin E обязательно 1-2 tomchi jajaba qo'shib yuborsanglar bo'ladi, lekin E обязательно bo'lishi kerak. Glitserin обязательно qo'shilgan bo'lishi kerak. Так, всё. Glinani faqat голубой glina bo'lsin, обязательно, chunki salgina голубой oq bilan qilganimda unchalik yoqmadi menga to'g'risi. Голубой bilan effekt yaxshiroq. Shunaqa. Nima savolinglar bo'lsa, yana o'sha post tagida yozaveringlar, men javob berib ketishga harakat qilaman. O'rtoqlar. Tak, siz Xorazmga ketaman dedingiz, ketmadingiz. Toshkentdamisiz hali deb so'raganlar uchun, ha, ertaga ketaman. Qaynagachim kelganlar uchun sal cho'zilib qoldi. Xudo xolasa, ertaga ketaman. No, dushanbadan u yerda zapisga yozilganlar hammanglarni o'sha dushanbadan 18 dan qabul qilishni boshlaymiz. Yana nima? Tak, всё. Qolgani yozaveringlar, savolinglar javob berib ketaveraman. Kstati, biz poytaxtga keldik. Dadamiz bir kit oladigan narsalari bor ekan. Shuning uchun hozir poytaxtga kirib ketamiz. Всё, shunaqa gaplar mazza qilib ishlatinglar. Dahshat. Po'ralarni zo'r tortyapti. Yuzi zo'r oqartiradi. Bitta qilganini o'zida dahshat. Qizlarimni o'zi ishxonadagilar восторге. O'zimku вообще yaxshi ko'rdim. Поэтому tezda olib ishlatinglar. Spirulinani именно nav firmaniki bo'lishi shart emas. Har xil spirulina bo'laveradi. Любой firmaniki spirulina bo'lsa bo'ldi. Qo'shimchalasiz haqiqiy spirulinani o'zi bo'lishi kerak. Chunki bu tabiiy dengiz suv o'ti. Uni mikro makro elementlari, antioksidantlari, uglelarni zo'r davolaydi, quruqlikni zo'r oladi, ajinlarni zo'r yoyadi. В общем, ishlatinglar maza qilib. O'rtoqlar, sizlarni aeroportlarda tanimasdan orqaga qaytarib yuborishsa, mendan xafa bo'lmanglar. Chunki pasportdagi yoshinglarni men o'zgartirib bera olmayman. No, pasportdagi rasmni o'zgartiradigan sehrli tabletka topdim sizlar uchun. Ishoninglar, yuzinglar mutlaqo o'zgaradi. Ya'ni ko'z atrofi yosharadi. Yuzinglarni osilishlari ketadi, yuzdagi dog'lar ketadi. Yuz nur sochishni boshlaydi. Eng asosiysi esa ajinlar ketib, yuz zo'r namlanib qoladi. Butun yuz mana bu pasportdagidan 10 yoshga точно yosharadi. Demak, yaqin kelib, kamerani prям yaqinlashtirib, сохранить va отправить tugmasini bosib qo'yinglar tanishinglarga, chunki videoni yo'qotib qo'ysanglar, juda ham katta yo'qotish bo'ladi. Boshlaymiz maskani o'rtoqlar. Eng asosiy yoshartiradigan narsa tabletka bu mana shu spirulina. Bu narsani ko'pchilik biladi.